أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşlar biz ilgili derslerimizde kitabımızdaki birinci kısmı ilmul maani'ninki 8 türünün birincisi ahval al-isnad al-habari degan mazmundan azroqlar o'tgan. Dersimizni başlashdan ilgari biz yana bu kitabımız o'z ichiga olgan balog'atning mazmunlari haqida qisqacha bir takrorlash ilib boramiz. Biz kitabımızın beşidilam gapni fasahat balog'atdan boshlab fasahatni kelimedeki fasahat, kalamdaki fasahat, mutakallimdeki fasahat deb üçga bo'lib, kelimedeki fasahat deganimiz kelimeninki tanafurul huruf, g'arobat, muholifatul qiyas, 3 turlik ayib nuqsondan xoli bo'lishi, kalamdaki fasahat deganimiz kalamning da'fut ta'lif, tanafurul kelimat, at-ta'qid degan 3 cho'ng turidan, ya'ni kelimening fasahatiga ta'sir etkazadigan omillarning xoli bo'lishi degandan keyin balog'at degan nima degan vaqtda jumlaning balog'ati deganimiz jumla fasahatli ko'p bo'lgandan keyin holning taqozzosiga mos shaklda ifodalansa, qo'llanilsa, ya'ni demak cho'g'ini jumla muddaoni ifodalashga mos shaklda tuzilgan bo'lsa, jumla uslubi ishlatilgan bo'lsa, buni biz balog'at deb gapni tugatgandik. Undan keyin balog'atninki umum o'ziga olgan mazmunlarning taqozosi bo'yicha hal qilib bo'lgan mazmunlar bilan hal qilmagan mush kitobni o'qiydigan mazmunlarni asos qilib turib kitobimizni cho'ng jihatdan 3 ga bo'lgandik. Ilmul maani, ilmul bayon, ilmul badi deb 3 ga bo'lgandik. Ilmul maanini 8 turga bo'lgandik. Ya'ni jumlaning qurilmalari, tuzilish ahvoliga asosan 8 turga bo'lgandik. Shu 8 turning birinchisi al-isnad haqida to'xtalgan. Yana al-isnad haqidagi gapimizni sal boshqa yo'tkizsak, isnad deganimiz jumladagi egi bilak bilan xabar bilakning, ya'ni musnadlay bilak bilan musnad bilakning o'tiridagi aloqa deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni texmo, yana bir ifodalagan vaqtimizda isnad deganimiz jumlaninki musnadning musnadga bog'lanishidan ifodalamoqchi bo'lgan ma'no deb tushunsak bo'ladi. Isnad deganimiz musnad bilan musnadning o'tiridagi aloqa yoki musnad bilan musnadning o'tiridagi bog'lanishdan ifodalamoqchi bo'lgan asosiy maqsad, mazmun deb tushunsak bo'ladi. Shu asosda biz jumlaninki asosiy maqsadini, ya'ni isnadning asosiy maqsadini oldingi soatlik darsda foidatul xabar, lozim foidatul xabar va boshqa qo'shimcha mazmunlar deb ikkiga ayirgan, asosiy cho'ng ikkiga turga ayirgan to'q. Ondan keyin yana bu yerdagi asosiy isnadninki balog'at talab qiladigan tarafi qarish tarafga muddani ifodalash o'g'achqa. Qanday shaklda ifodalasak, mudda ifodalansa, shunday shaklda ifodalaymiz. Masalan, qarish tarafninki zihni mazmundan xoli darhol qabul qilgan bo'lsa, jumlani ta'kidli shaklda, azroq taraddud bo'lsa, sual olib qolsa shu mazmunga qarata buni bir ta'kidlasak bo'ladi. Agar inkor qiladigan holat bo'lib qolsa, buni inkor ahvolga qarab turib qanchalik ta'kidlash taqozo qilinsa, shunchalik ta'kidlasak bo'ladi deb 3 ga bo'lgan to'q jumla ibtidoiya, undan keyin talabiyya, undan keyin inkoriya deb shu xabarninki turini nechaga bo'lgandik? 3 ga bo'lgandik. Birisi ibtidoi, xabar ibtidoi, yana birisi talabiy, yana birisi inkori. Endi abtur mushakaga vaqti davotida, ya'ni gap shu yerga to'xtagan emasmi? Va ikhrojul kalam ala al-adrub al-thalatha yakun ala muqtada az-zohir. Jumlani yuqorida biz bayon qilgan 3 tur bo'yicha chiqarish, talab bo'yicha maqsadni ifodalash. Maqsadimiz jumlani tushuntirishdi, qarish tarafning ahvoli ta'kidsiz keltirishni taqozo qildi, ta'kidsiz keltirsak. Qarish tarafning ahvoli bir ta'kid keltirishni taqozo qildi, ta'kidli keltirsak. Qarish tarafning ahvoli kuchli ta'kid keltirishni taqozo qildi, kuchli ta'kid keltirsak, jumlani zohirining taqozosi bo'yicha keltirgan bo'lamiz. Ya'ni jumlani yuqorqi 3 qism bo'yicha chiqarganlik muqtazoi zohir bo'yicha bo'ladi. Muqtazoi zohir degan nima desa, ya'ni jumlani balog'at bo'yicha ifodalashning qoidasining taqozosi.
Muqtada zahir deganimiz balog'at qoidasining taqozosi. Endi menda bir muhim nuqtadan birisi bor. Balog'at qoidasi halning taqozosini asos qilib turib bir qoidalarni tuzadi. Ahvolning taqozosini asos qilib turib, maqomga qarab turib bir qoidalarni tuzadi. Biz shu qoidalarga mos shaklda jumlani keltirsak, keltirgan jumlamiz hem muqtazoi zahirga uygun kelgan bo'ladi, balog'at qoidasiga uygun kelgan bo'ladi. Hem halning taqozosiga uygun kelgan. Chunki halmi shuni taqozo qiladi, shu halga mos shaklda tuzilgan qoidami shuni taqozo qilgan bo'ladi. Ma'qul holat hem qoidaga amal qilganlik, hem halning taqozosiga amal qilganlik jing balog'at bo'ladi. Endi ba'zida, yana biz bayatdan gapimizni sal oldiga yanayli. İsnodning asosiy maqsadi nima edi? Jumladagi asosiy maqsadni muddaoni haq ifodalash. Mushu muddaoyimiz halning taqozosi. Qoida ham mushu bo'yicha tuzilgan. Biz shuni amal qilsak, halning taqozosiga amal qilgan bo'lamiz, qoidaga amal qilgan bo'lamiz. Buni cho'ng jihatdan, atalg'u jihatdan muqtazoi zohirga amal qilish, muqtazoi zohir bo'yicha jumla tuzib atalgan bo'lsa, endi bizning muddaoyimiz qoidaning aksini taqozo qiladi. Qoida jumlani manda shaklda keltiring deydi. To'g'ri, asli qoida shu edi. Ammo hozirgi ahvolda biz u xil shakldan yana bir xil shaklga chiqish to'g'ri kelib qoldi. Qoidasiz holatda, ta'tir holatda keltirish to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, o'ng kelsak, qoida bo'yicha jumla keltirsak, maqsad amalga oshmaydi. Chunki bu yerda qoidani buzadigan, qoidadan g'ayri chiqishni taqozo qilgan bir omillar bor. Shu tufaylidan bizning qoidadan chiqishimizni taqozo qiladi shunday vaqtlarda. Va kasiran ma degani ko'pincha hollarda kalom, ya'ni jumla zohir taqozo qiladigan taqozoning xilof bo'yicha chiqariladi degani qoidadan qarshi, qoidaning aksi shaklda chiqariladi demishqa holat shuni taqozo qiladilar. Halet şunu taqozo qiladilar. Asli holatning taqozosi bilan muddoni ifodalash qoidalari ikkisi bir kelsa, holatmi bir xil talab qildi, balog'at qoidalarimi bir xil talab qildi, bir kelsa, nayt go'zal ish bo'ladi. Halning taqozosi bo'yicha chiqqan bo'ladi. Ammo ba'zida halning taqozosi holatdan farqli. Balog'at halning taqozosi bir xil jumla keltirishimizni taqozo qiladi, ammo balog'at qoidasi qarab turib, zohirga qarab turib degani shu qoidaga asosan bir xil jumla keltirishni taqozo qildi. Bunda vaqtda biz zohirdan, ya'ni qoidadan, balog'at qoidasidan halning taqozosiga chiqamizki, hatto qo'llanilgan uslublar, ta'tir uslubni qo'llanildi. Ta'tir uslub. Masalan, bu hozir so'zlamoqchi bo'lganim butun balog'at qoidasiga kelayotgan mazmun, lekin biz iboyatdan aldığın saat sözlügen bayatını tekrarlagan iftidai, talabi, inkari cümle şekilleriga uslub qo'llanish jihatda qarshi tarafning zehni hukmidan xoli bo'lib qolsa ta'kidsiz keltiramiz. Agar azroq taraddud bo'lib qolsa, so'rash ehtimoli bo'lib qolsa bir ta'kidlan keltirish go'zal. Inkor bo'lib qolsa ta'kid keltiramiz emasmi? Ahvol ashta bo'lib qolsa qoida shu. Bu muqtazoi zohir. Endi agar ahvol uningdan chetlab chiqishni taqozo qilib, qarshi tarafning zehni xoli, inkor qilmaydi, taraddud yo'q. Lekin ashta olsa-mu yana bir xil ahvollar borki, uningga boshqa muomala qilishni taqozo qildigan. Ya'ni bu yerda bir xil ifodalar bor. Eg'izda demasam-mu, xuddi inkor qilayotgandek biz ani bayqab qoldik. Aninga normal gap qilsak o'tmaydi odatda. Ammo reallikka qarasak inkor qilmadim deb turdi, rost deb turdi. Qana keltirimiz olsa qoida bo'yicha ta'kid keltiramizmi? Yo'q. Chunki aning biz his qilgan ahvoli, bizga ko'rinib qolgan tarafi uning inkor qilgandek bir xil holatni ko'rsatib qo'ygan bo'lg'achqa, garchi inkor qilmasa-mu, ko'nglida taraddud bo'lmasa-mu, zehni xoli bo'lsa-mu, aningdan turilayotgan bir xil ahvollar bizning qoida bo'yicha muomala qilmasligimizni taqozo qildi. Dal mushu butun balog'at qoidalarida ishlaydi. Masalan, bir misol olsam, uni keyin uchraydi, lekin o'tgan zamonda yuz bergan ishlarga o'tgan zamon pil keltiramiz. Kelgusi zamonda yuz bergan ishlarga kelgusi zamonda pil keltiramiz. Qur'ondagi ba'zi oyatlarga qarab baqsak, law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum degan oyatda law bilislar o'tgan zamon kiradigan vosita. Bu yerga xitobni o'tgan zamon shaklida keltirilyapti. U payg'ambar sizlarga davomli bo'ysungan bo'lsa, endi davomli bo'ysungan bo'lsa o'tgan zamon,
Ama yani bir davamlıq, izchil degan ma'nodan chiqish talab taqozosi bor. Qoida mozi keltirish. Lekin men yana bir talab bor. Ma yusidil mozidan chetnab yuti'ukum fi kathir min al-amri degan ma shaklda qana qildi keltirdi. Yuti'ukum fi kathir mudari shaklda. Bu bir talab, asli qoida emas. Qoida mozi keltirish, talab boshqacha ifodalash. Mana shaklda Fasa'iqa man fis samawati va man fil ard degan oyatda bu qiyomatda bo'ladigan ishlar. Sura chilingan vaqtida osmon zimindagi hamma odam qana qildi va hujum ketib yiqildi. Yiqildi keldi zamonda, lekin sa'iqa mozi shaklda keltirdi. Asli taqozo, qoidaning taqozosi mudori shaklda keltirish. Demak, balog'atning qoidasi nima desa, qoida. Chunki qoidalar g'oliban ahvollarni ko'z tutib tuziladi. G'oliban muqtadoi hollarni o'tmas keladi. Ba'zida az ehtimollarda uningga qarshi holatlar paydo bo'lib qoladi. Qoidaga bo'ysunsa, mahalning taqozosi bo'yicha muddaoyimizni ifodalayamiz. Manda vaqtda qoidaga qarshi shaklda jumla shakli keltiramiz, muddao ifodalasam xolos tugaydi ishlar. Chunki balog'atning birdan-bir nishoni balog'atdir. Balog'at degan gap, ya'ni muddaoni qarshi tarafga yetkazish, maqsadga yetish. Balog'atning nishoni. Maqsadga qoidalik yo'llayasang yetsa, jumla uslubida qoidasiz yo'llayasang yetsa, maqsadni ifodalayasang, sen mo'ji, sen balig jumlang balog'atlik jumla bo'ldi. Balog'atning qoidasi bu. Endi mayadimi shu qoidasi so'zlayotdiki, ko'pincha vaqtda jumla zohirining taqozo qilgan taqozosining ala xilof qarshisi bo'yicha chiqariladi deydi. Chunki zohir, ya'ni qoida hozirgi holatga tushmay qoladi. Hozirgi holatning talabi boshqa. Qoidaga rioya qilsak, qoidaga amal qilsak, hozirgi holat bizdan boshqacharoq ifodalashni talab qiladigan bo'lg'achqa muddaoyimizni ifodalamaymiz. Mana bunday ahvol ostida chiqimizda qoidadan. Chunki balog'at degan shu. Shunda olib, 3 dona misol bir o'tib olib turibizga. 3 dona misol. Masalan, birinchisi fayujalu degani misol bas. Masalan, so'mgan odam so'g'anga o'xshash, talab qilganga o'xshash, mutrad ishlangan odamga o'xshash muomala qilinadi. Asl so'mgan odamning qoidasi nima edi? Jumlani ta'kidsiz keltirish. Lekin bu yerda g'ayri bir ahvol bor. O'sha ahvol tufayli ma odamni biz xuddi so'g'gan odam, ishlangan odam, shundami? Talab qilgan odamdek qana urunga cho'g'izib turib jumla uslubi qo'llanamiz. Qanday chaqda va zalika ana shu İza quddima ila al-muxatab muxatabga uningga xabarini ishorat qiladigan bir narsa oldidan deyilsa, gapimizning boshida xabarni uning yuchun shaklda ifodalab turadigan bir mazmun bor. Shuning bilan bizning gapimiz tugamasda fayastashrifu lahu jumlaning mazmuniga bir xil ko'ngilda talpinish holat shakllanadi. Ko'ngilda bir xil uqum shakllanadi. Va yatatalla'u ilayhi xuddi so'g'an izlangan odamning talpingundek talpinadi. Shunga qarab nima deydiganda mol deydi. Masalan, bizga andukam xabumang bala qazo degan ashtar kelib turdi. O'lmas Alloh qolgan hamma jon egisi, hayot egisi, nafasiga o'ludi deb gapni boshlasa, mening kallamga qanday uqumlar kiradi. Masalan, birisi keplam qashim o'tuyuqsiz. Men hech nima anglamadim hozirga qadar. Na do'stlarimning, na tuqqanlarimning bir voqea yo'qligini anglamadim. Xabarsiz kaplam falani bunda bo'lib qoldi desa gap tugaydi, lekin men oldin gapni yiroqdan boshlab endi balo qazo degan mashtakil degan u bu desa, mening ko'nglimda o'ylamagan xiyollar paydo bo'lib, aniga nisbatan taraddud, savollar, izdinish bo'yi nima ish bo'ldi deydigan bir tuyg'u paydo bo'ldi ya. Shuni asos qilib turib gerçi men kallam zihnim hükümden xoli olsun, so'zlasammi, izlamasammi, men jumlani haqiqatan mana degan shaklda ta'kid shaklda jumla keltiriladi. Men sizga da'vat qildim mana. Masalan, bunun misali va la tukhatibni fil ladina zalamu innahum muqraqun. Bizga misol oyatning misol tarafi innahum muqraqun bizga misol. Nuh alayhisolamning kallasida qavmining g'arq qilinganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Jibril kelib qavming g'arq qilindi, hum muqraqun desa gap tugaydi. Ha, shundanmi deydi. Chunki bundan ilgari hech qanday kallasida u to'g'riliq gap yo'q, ma'lumot yo'q. Ammo mush jumlaning oldiga qarab qarasak, va la tuhatibni fil ladina zalam. Sen ma alamni to'g'ri gapirsanmi?
Onun işi geçti. Ula hakkında vay pulni keçir ey Allah. Vay pulni apu qil bir qatim, men yana bir yaxib baqay deb yuma degandan keyin Nuh alayhisolamning kallasida shaqqada endi bularning qalami qirildimi o qanda, bularning masalasi bitdimi, buning jazosi kesildimi o qanda deydigan bir xil ikkilanishlar, har xil savol tuyg'ular paydo bo'lganda, shuningga mas shaklda bo'ldi sen kallani u yoqqa apirib o'tdama, masala aniq innahum mughraqun degan shaklda innahum mughraqun deb bularning masalasini kesib o'tdi. Innahum mughraqun deb ta'kid keltirishi oldidagi jumla Nuh alayhisolamga bergan har xil o'y, tuyg'ular, savol ayadagi ikkilanishlarning hammani biz uchun bo'ldi sen har xil o'yildi bo'lma, başka talep kıldı. Bulma, bunun hükmü kesildi. İnnahum mughraqun deb buni ta'kid shaklda keltirilgan. Mush misol shu. Yani fakat atharal kalam fi matla'al aya. Oyatning boshidagi jumla taraddud va savollardan birini shaylarni qo'zg'agan. Nuh alayhisolamning har xil savol paydo bo'lganda shundan javob innahum mughraqun shaklida kelgan. Bundan misollar Qur'oni Karimda intayin ko'p. Masalan, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Müşayette bizge misal olduğun tarafı inna zalzalatas saati shay'un azim. Maya misal. O kişilerin hammasi kıyamet meselesinden bir xabarda, onun ig'irligidan bir xabarda, zihni xoli dislan bo'lgan nima? Amma oyatning 5ida ya ayyuhan nas taqu rabbakum Rabbingdan qo'rqinglar degandan keyin nima ish vadu? Nima jazolar bizni kutayotgandi? Allah bizga nima ishlarni hozirlagandi? Bu nima gapdi bu deydigan bir xil tuyg'ular bilan emasmi? Ila qulosning kallamda inna zalzalatis saat shay ta'kidlan keltiribdi. Ondan boshqa Payg'ambar islomga zakat meselesinde zakat akagan, sadiqa akaganlarga nisbatan salli alayhim inna salataka sakanun lahum degan oyatni tushirgan Allah. Mayadagi misol inna salataka sakanun lahum. Asli buni sizning ularga duo qilgan duoya ularga nisbatan bir rohatlik, ularga bir nisbatan bir taskinlik bo'ladi deb lam akasi bo'ladigan nima. Lekin miyada oyatning boshida salli alayhim deydigan bir buyruq bo'lg'achqa, bu buyruq Resulullah'ın kallasida suallarni paydo qildi. Ajab ben dua qilsam nima shuldi qandu? Duoning ne ahamiyati bordi? Nima zurriyati bor duoning? Inna. Sen unda o'ylama. Ularga duo qilayva. Nimishqa? Haqiqatan sening duoyingda ilgirki suallarga nisbatan keskin shaklda, paydo bo'lish ehtimoli olan savolning oldini olgan shaklda ta'kidlik jumla keltirdi. Bumi balog'atningki qoidalardan chiqib turib. Chunki qoida asli inkor qilmagan, zehnida hech qanday bir talab bo'lmagan odamga ta'kidsiz keltirish, lekin chiqib turib jumlani ifodalash. Chunki hozirgi navbatdagi ahvol gapimizning o'rami shu yerga olib qo'ydi, shuni taqozo qildi. Shu xil ifodalasak, maqsadga to'liq qanaqan bo'lamiz, yetgan bo'lamiz. Bu bir misol. Ya'ni muqtazoi zohirdan muqtazoi holga chiqib turib jumla ifodalash usullarining bir misoli. Abdur akaga 3 narsaga xos emas juma bu butun balog'at qoidalariga xos bo'lib bayonini debdim, ammo men 3 ta misol akilyapti. Masalan, ikkinchi misol. Va yuj'alu ghayrul munkir kal munkir. İnkar qilmagan odam inkor qilgan odam. Asli inkor qilmagan odam unda ko'p ta'kidlanmaydi. Lekin biz uning da inkor qilmagan bo'lsa, inkor qilgandek holalarni his qilib qoldik. Undaganda aning a tarafini o'tish uchun, sen qanday qilyapsan? Inkor qilyapsa, inkor qilmoqlik amaliyotda eg'izda. Lekin uning aytib bir alomatlar bor. Ko'ngilning tugida bir inkordagi bir ahvollar bo'lsa, ashuni qizib chiqarib shu bo'yicha muomala qilamizki, inkor qilgan odamga o'xshash ahvolga qarab turib 1 2 3 4 ta'kidlab jumla keltiramiz. Masalan, buning misoli ikki odam bir she'r bo'lmaydi. Şairning she'risi jaa shaqiqun aridan rumhahu inna bani ammika fihim rumah. Do'yil o'tishyapti jangda. Yoki jangga ketib boradi. Ham jang ketib borgan odam degan qarshi tarafda qurol borligini biladi. Lekin qarasa hech bir ahamiyat bermagandek, bak jangni cho'ng olib ketmagandek, xuddi qarshi tarafda qurol yo'qdek, etini yengil chap turib, nayzisini dolusqa yoki to'g'risqa qo'yib, xuddi jangga ketib bormagan, jangdan qaytayotgan odamdek bir xil ko'rinish bor. Bunun bu ko'rinishi jangga ketib borgandek, do'l ketib borgandek faqat maskanmaydi. Garchi qarshi tarafda qurolligini biladi, bu inkor qilmaydi, lekin ma turqi faqat asli o'ziga loyiq turuq emas-ku. Biz mushunga qarshi shaklda
inna bani ammika fihim rama. O şiirde Shaqiq o'zining nayzini to'g'ri qo'yib degani tiklab emas, jangi mangan qiyofatda emas, jangdan qaytganda urushga mangmagan qiyofatda to'g'ri qo'yib keldi. Uning deyildiki inna bani ammika fihim rama. Sizning tağınızning ballarının içinde degan siz hozir do'yilg'man qadamining ichida nayzi bormi? Siz nima qildingiz? Basınız mantiqlovlar iymon qildi deb o'ylab qoldingizmi? Qurolva olda, unda buchuzuk tayyorlik qilmamsiz hocam degan gap. Cho'q. Buning yana bir misolini desak, imtihon atayak o'g'in 2-3 kun qolib qoldi. Asli qoida bo'yicha men imtihonning tilg'alqini bilmayman. Tayyorlik qilishim kerak, astoydil kechsa uxlamasligim kerak. Ammo men hech bir imtihon bordek emas, xiyol yuribman. Hech qulg'uma kitob olmay. Bunday savoqdashim menga Ata cho'qib imtihon bormi? Meni bilsa deb qo'ydi. Bu nima degan gap ham desa, men imtihon borligini bilmay inkor qilmayman, lekin mening ahvolim imtihonga mos shaklda bo'lmayapti. Ma ahvolimga askartish berish uchun mush jumla intayin mos jumla. Ya'ni qoida bo'yicha men imtihonning borligini inkor qilmag'achqa imtihon qodim desa gap tugaydi. Lekin menning taqdirqom qilayotgan ishlarim hech bir inkor qilmaydigan odamning ahvoliga o'xshamaydi. Xuddi imtihon yo'qda kirayotgan bo'lg'achqa, ma tarafimga raddiya berish uchun innal imtihon qodim. Imtihon kelyapti juma deb ta'kidlan deb qo'yish sizning ma taqdirqomingiz bo'lmadi degan ifodalashdir. Menga mushu muddani ifodalash uchun qoidadan chiqishga majburmiz. Shunga davotida إذا لاح إلى المخاطب شيء من أمارات الإنكار ومظاهره. يعني مخاطب تاديدو إنكارның علامات ve görünüşlerin bir emas aşkar. Siz inkar qilmoqlik, lekin taqdirqi qilayotgan ishlari xuddi inkar qilayotgandek. Undaganda buni inkar qilganning qatorida muomala qilib jumla keltiradigan. Aslında bu da Abdur tushundirdi. Fa inna shaqiq sharining tag'isining o'g'li, tag'isining o'g'lining ichida neyzivalikni inkor qilmadi. Lekin buning qilgan ishlarininki dalalatlari, masalan, atqa minishlari, neyzini tutishlari, shundaymi? Va tag'isining ballarining qishqa po'chi menishlari shuning ifodaladiki, bu uning qishda qurolvaligini ko'ngilda inkor qiladi. Gerçi ashuni o'zing tildan tasdiqlamasam, og'izda o'ldi qurolva deb tursin, ko'ngilda qo'yava unda odamlarni bir nuqtalab o'rgatimizda degandek manda tuyg'u va bu tuyg'u askarga yarashmaydigan tuyg'u bu. Manning qatara deb uchun ashta iboratdir. Hada mana bu ahvol shoirni inkor qilmagan odamni inkor qilganning o'rniga tushirdigan qilib qo'ygan omilmi shu. Yani xabar inkari ishiltish orqali. Halbuki muxotabning kalomida inkorni ifodalaydigan bir narsa oshkor bo'lmagan. Muxotab shaqiq qarshi tarafda qurollarni inkor qilmagan. Lekin aning ahvoli taqdirqi ko'rinishlari bir inkor qilgandek bir holatni ifodalab bergan bo'lg'achqa sha'ir mushun tutqiliq qilib turib inkor qilmasin, inkor qilgandan o'xshash muomala qilib iborat keltirdi. Bu bir ikkinchi misol. Bu ikkinchi misol. Uchinchi misolda ve yuc'alul munkir ka gayril munkir. İnkar qilgan odam inkor qilmagan odamga o'xshash qilinadi degani. Endi inkor qilgan odam asli qattiq kuchli ta'kidlar bilan keltirilishi kerak. Lekin buningga inkor qilmagandek ta'kidsizlar yengil jumla keltiriladi. Qanday chaqda desa, "Iza kana ma'ahu" shu inkor qiluvchida azroq o'ylansalar, o'zining jahli, xatoligidan qaytib keliga yaradigan bir dalil bor. Ma'ayt ashkar. Masalan, men birisi bilan bir ishda davolashib qoldim. O mening haqqimni butunlay inkor qildi. Men uni kuchab, Xudoyim bursa Allohning nomi bilan qasamki, sen bunda haqqimni olgan deyishim kerak. Chunki qarshi taraf u haqni inkor qilayotgan bo'lg'achqa. Lekin mening ko'nglim shunchalik to'qki, masala shunchalik oydinki, shundan ham qarisi aniq masala. Men vaqtda mening haqqim bu deb tabiiy. Uni qarshi taraf inkor qilayotgan bo'lsa-mu, kuchlikni ishlatmayman, iborat qilaman. Mening haqqim. İşkelen bir gapda munozirlashyapmiz. Qarshi taraf qattiq kuchab turib gapni inkor qilyapti. Men deyman, o masala bunda masala. Yengillar. Hech qanday kuch emasdilar. Sabab mening shunchalik ishonchim borki, qarshi taraf shunday ham ko'zni ochib qarasa, inson bilan aqlni shunday ham ochib qarasa, hamma oshkor bo'lgan ishlar. Shuni kuchab ketmaydi bu. Munozir talab qilmaydi bu ishda. Yengil muomala qilamiz. Bu-mu qoidadan chiqib ibarat işletiş. Çünkü hal hazırki ahval şunu taqozo qilyapti. Masalan, Qur'oni Karimda la rayba fi. Voy, dushmanlar Qur'onni inkor qilmamdi. Makka mushriklar inkor, voy, ajoyib inkor qildi, inkor qilma. Bu yerda kuchchab iborat keltirdigan yerda la rayba fi. Yengil. Shak yo'q bunda, aniq bu. Qarab baqsa bo'ldi qolgan.
O'yinib baqsa bo'ladi qarqin. O'qib baqsa bo'ladi ya. Da shunda ham yengil ma'lum qo'ygan gapida. Ya'ni bu degan shakldan o'rin emasmi Qur'on? Agar Qur'onga ishonayotgan mulhidlar o'zlarining aqllarini shunday ham ishlatib, guruhbozlikni shunday tashlab, bitarafliligini shunday yiroqlashsa, shuningga ishonishga yetib bora oladiki, ma kitob Allohning qishdan, buningda shak yo'q. Tabiiy. Shunlashqa biz oyat kariminingki har qanday ta'kiddan xoli shaklda tashlanganligini, tushilganligini ko'ra olamiz. Bu ma'bur uslub endi. Demak endi men qayta takrorlab qo'yay, bu 3 ish so'g'gan odam so'g'gan odamning o'rniga, inkor qilmagan odam inkor qilgan odamning o'rniga, inkor qiluvchini inkor qilmagan odamning o'rniga tushiradigan faqat bir misol. Bu yerda avtor sizlarga shuni demakki, balog'atning qoidalari g'olib halning taqozosi qarab turib tuziladi. Bu nuqtadan balog'atning qoidalariga amal qilinadi. Balog'atlik jumla bo'lish uchun. Ammo ba'zida halning taqozosi o'zgarib qolsa yoki qoidadan chiqishni taqozo qilgan ba'zi bir ahvollar paydo bo'lib qolsa, bizning muddaoyimiz, jumlamizda bo'lgan muddao halning qoidaga amal qilib, amalga oshmaydi. Qoida bo'yicha maqsad amalga oshmaydi. Shu vaqtida biz qoidadan, muqtazo zohiridan, ya'ni qoidadan chiqib, halning taqozosi nima taqozo qilsa, qanday taqozo qilsa, shu bo'yicha uslub ishlatamiz, shu bo'yicha iborat ishlatamiz. Mana bu balog'at. Ya'ni qayta ta'kidlab qo'yay, balog'atning ma'nosi maqsadga yetish, gapni joyiga yetkazish, qanday vosita qo'llanadi. Mayli qoidaga tush, mayli qoidadan chiq, gapni joyida deb maqsadga yeta olsang, mana bu balog'at. Endi gapning o'ziga kelaylik. Biz yuqorida asosan misollarga qatnab ketdik. Biz ahvolul isnodul xabarida edik. Isnod deganning manbaatini ta'kidladim. Ikki xil ma'nosini qalbimizda saqlasak bo'ladi. Birisi musnad va muslayning o'tirdagi aloqa, ya'ni o'tirda ifodalangan ma'no, bog'lanish nimasi munosabati dedi. O'sha munosabat ya haqiqiy munosabat bo'ladi, ya'ni dal üzgünmez şekilde kelgan yoki bo'lmasa jonlantiruvchi shakldagi. Asli u munosabat bog'lanmasligi kerak, lekin ma'lum bir jonlantirishlar yuzidan üzgün olmagan taraflarga bir-biriga qanaq qo'ydigan, bog'lab qo'ydigan ahvollar va shu nuqtadan isnod, ya'ni musnadlar musnad o'tirgan aloqa ikki turga bo'linadi. Musnadlar musnad o'tirgan aloqa turga bo'linadi, ikki turga. Birisi haqiqa aqliya va majoz aqli. Keyingi aqlini o'ylamanglar. Bu degan bir atalg'u. Chunki balog'atda ikki xil majoz bo'lib, birisi so'zlarda bo'ladigan majoz, birisi isnodda bo'ladigan majoz. Isnod deganimiz musnadlar musnad o'tirgan aloqadagi majoz, endi so'zlardagi majoz bo'lg'achqa ikkisini ayirish uchun ma'ni aqli deb qo'ygan, ani lug'aviy deb qo'ygan. Shu buni kanaldan chiqarasanglar bo'ldi. Muhimi musnad mustallayning ma'lum bir sifati u. Asli Qama Muhammad desa, o'rindan turish Muhammad sifatlangan bir harakat. Muhammad talibun desa, Muhammad o'quvchi desa, o'quvchilik Muhammad sifatlangan bir sifat. Musnad muslay asli bir ya'ni musnadlayning muslay sifatlanadigan, ya'ni muslayda yuz bergan bir sifat deb tushunamiz endi. Sifat mavsufning asli, lekin ba'zida uningga tava olmagan, mavsufga tava olmagan sifatlar. Mavsufga muslayga oid olmagan ishlar muslayga akilib qanaqlanib qo'ydi, bog'lanib qo'ydi, sifatlanib qo'ydi, chekib qo'yilgan gap. Shu nuqtadan biz isnodni, musnadlar muslayning o'tirdigan aloqa isnodni ikkiga bo'lamiz. Birisi musnad muslayning musnadi aslidan. Asli shuningga mas muslayga chiqar, shuningga mas shaklda keltirilgan haqiqati aqli. Yana bir qism isnodlar borki, muslay asli musnadning emas, uningga tava sifatni emas, mas sifatni emas, lekin bu yerda g'ayri bir maqsad tufaylidan, bir jonlantirishlar tufaylidan, jumlaning mazmunini jonlantirish va yoki boshqa bir ma'ni ifodalash uchun o'ziga tava bo'lmagan muslayga musnadni kelib qo'shib qo'yamiz. Bu majoz nima bo'ladi? Aqli bo'ladi. Demak, isnod shu nuqtadan ikkiga bo'linadi. Isnod majoz, haqiqat aqli va majoz nima? Aqli. Aqlini unutkutinglar, haqiqat va majoz deb nechaga bo'linadi? Ikkiga bo'linadi. Menga maqsadni tushundinglar? Ya'ni biz isnodning babida, isnod haqida ketyapmiz. Ya'ni isnod ya'ni isnodni qayta qo'ysam, musnadlar musnadning aloqasi haqiqiy aloqa. Yoki bo'lmasa kirishtirilma. Asli haqiqiy emas, bu aloqa buning tava emas, lekin bu zo'lab ma'lum munosabatlar tufaylidan qanday qilinib qo'ygan
kirishtirib qo'ygan bir aloqa. Mush nuqtani tushensanglar, haqiqat va majozni isnotdagi tushunib ketalaysizlar. Qani qaraylik, men sizlarga boshlashdan ilgari bir misollarni tushuntirib qo'yay. Aqalli misol bizning tilimizda buni aytib ko'p qo'y bu. Masalan biz odatda qozon qaynidi deymiz. Bu yerda muslilay qozon ishning egasi, shirkatning sifatning mavsufi, ya'ni sifatlanuvchisi, sifat egasi qozon. Sifat qaynash, qaynamoq. Biz mushtlab kunab ketik ekanda qozon qaynidi deb. Amaliyotda qaynash degan qozonning ishi emas. Qozonning ishidagi suvning ishi. Lekin biz shuni ishlatamiz endi. Qaynashni suv emas, qozonga bog'laymiz. Demak, ma musnad, ma muslayning emas asli. Bu ikisini o'tirdiki aloqa yo'q asli. Bu qaynamaydi bu. Lekin bog'lab qo'yamiz jonlantirish uchun. Bu bir. O'stan tiz eqvetibdi. Daryo tiz eqvetibdi. Oqidig'ini daryo emas asli. Oqidig'ini suv. Demak, eqish degan musnad daryo o'stan degan muslayning emas. Bu ikisini o'tirdiki aloqa haqiqiy aloqa emas. Mana bu majoz aqli bo'ladi. Undan boshqa tishimga tegma. Buni normalda har qanday odam tushunadi, bir til sahibi tushunadi, achchig'imni keltirma deganga. Tigish degan fe'l asli tish emas. Buni g'ururumga tegma, g'azabimga tegma deganda gap bu. Lekin tishga bog'lab qo'ydi, tishimga tegmadi. Saqal tarma. Saqal tarimi deydi u. Bunda bir gap so'zga aralashib qoldi. Demak, bunda misol intayin ko'p. Ya'ni ma'lum bir sifat yoki ma'lum bir ish-harakat o'zi ta'vo bo'lgan, ait bo'lgan bir yerga tashlanib qilib, g'ayriga ma'lum munosabat tufaylidan isnot qilinib, bog'lanib qo'ydi. Shu yerga qo'llanildi. Ma'lum munosabat, ma'lum sabablar tufaylidan mana buni biz isnot majoz aqli deymiz. Agar o'zining o'zida bo'lsa, xolos. Masalan, aqllisi men bir zukamlab qilib, to'g'risam saqaydim. Doğruysam saqaydim. Deymanki, ma doğruca payda qildi deyman. Amaliyotda bizning haqiqiy e'tiqodimizda bizni saqaydigan Alloh. Faqat bu bir sabab. Ammo normal ishlatishda doğru ma payda qildi. Ma doğru niyesam saqayib qoldim deymiz odatda normalda. Mana bu majoz aqli. Majoz aqlining bir nuqtasi bo'lib o'ylanglar. O'ylansak aslini topa olamiz. O'ylansak aslini topa olamiz. Mushu majoz aqli bo'ladi. O'ylansa aslini topolmaydigan. Kallamizda mushu biz degan gap o'ylaganimiz mushu bo'lib qolsa, u vaqtda majoz bo'lmaydi. Masalan, men mu'min, musulmon bo'lish bilan mador menga foyda qildi deyman. Ammo mendan birisi ko'rsalaproq so'rasa, "Voy, sizning kesingiz to'g'ri foyda." "Ya, Alloh foyda qildi, to'g'ri faqat sabab deyalayman." Yana bu degan gapimning ostida bir tushuncha bor. Tushuncha beralayman unga. Ammo Allohning borligiga ishonmaydigan bir dinsizdan birisi to'g'ri foyda qildi. To'g'ri foyda qildi menga deydi. Onundan her qancha so'zsiz tushuncha beranmaydi bu. Onun degan gapi ko'ngildan chiqqan gap. Mana nuqtadan a jumla aning nisbatan haqiqat, menga nisbatan majoz bo'ladi. Demak, majozda bir ta'avvul bor. Ta'avvul degani tushuncha berish bunga, bir o'yilmish uning keynida orqasida. Bir xil boshqa g'ayrini o'ylash bor. Mana nuqtadan majoz. Shuni olib turdi deyotdi. Isnot ikki bo'linadi, haqiqat aqli, majoz aqli deb. Haqiqat aqli deganimiz pil yoki pilning ma'nosida. Men bir nuqtaga diqqat qiling. Pilning ma'nosida degani musnad bo'laydigan butun narsalar. Jumlada xabar bo'laydigan butun narsalar. Masalan, pilmi xabar musnad bo'laydi, masdar musnad bo'laydi, ism fa'il musnad bo'laydi, ism maf'ul, sifat mushabbah, ism tafsil zarf. Demak, men bayatni dedim ya, musnad muslayga sifat mavsuf deb ma'no jihati. Musnad muslay, mubtada xabar, fil fa'il degan bala nahviy yo'lining gapi. Balog'achilar uni ma'no nuqtadan mavsuflanguchi mavsufat. Ya'ni ma ish harakati bilan mavsuflanguchi sifatlanadi. Muhammad o'quvchisi, Muhammad o'quvchilik bilan sifatlanadi. Manda alik muomala qiladi. Shunda aytadi, pilning ma'nosi degani musnad bo'ladigan barliq bilaklarni, sifat olaydigan barliq bilaklarni, sifat deganimda nahviydagi sifat degan gap qolmasin. Har qanday ish harakatini da'vatiman. Sifat bo'laydigan barliq bilaklarni ma huwa lakka degani o'zi shuningga oid bo'lgan haqiqiy musnadlarga mutakallimning nazarida va amaliyotda va mutakallimning e'tiqodida. Bayat men tushuntirish beradi,
o'ylay dedim ya, mutakallimning o'ylashida, mutakallimning tushunchasida, mutakallimning e'tiqodida zaten ma ish harakat, ma musnad, ma muslayning haqiqatan degan muslayga qana qilish, isnot qilish. Shunga bog'lash ma haqiqat aqli bo'ladi. Buni jiq tushuntirib ketdim. Mu'minning birisi Alloh o'simliklarni o'stadi, baqlani, ko'ktat o'simliklarni o'stadi desa, mu'minning e'tiqodida ham amaliyotda o'simliklarni o'staguvchi zot kim u? Alloh. Mana bu haqiqat aqli. Ammo jahil anbat rabiul baqla desa, ayat yoz tasdiq qilib, gulgahlar, o'simliklar, o't yoshlarnisi o'stadi ayat yozsa, jahilning kallasida shu. Demak, muhimi degan odamning tushunchasi muhim. Degan odamning tushunchasida ma musnad, ma muslayga oid bo'lsa, mana bu haqiqat aqli bo'ladi. Anoganda ikkili so'zlug'ichi kullu minal mutakallimayn. Ikkili so'zlug'ichi o'zi haqiqatni da'vatudi deb qaraydi. Chunki ikkilisining kallasida haqiqat shu. Lekin mu'min anbat rabiul baqla desa, buning kalami haqiqat olmaydi. Chunki ayat tasdiqlab gullar echildi desa, mu'minning kallasida tabiiyki u gullar echilishining, o'simliklarning o'sishining vaqti deb qarab turib deydigini, buning isboti shuna ko'zingizdan chiqadi. Voy, o'simliklarni ayat o'stiramda? Alloh o'stirdi, lekin ayat paslida o'sibdi degan tushunchalarni bilalaydi u. Faqat u vaqtida majozga hamla qilinadigan gapi. Masalan, haqiqat aqlining bir gapi bor. Zayd keldi degan bir gap bo'lsa, halbuki siz to'liq uning kelmaganligini bilasiz. U majozdan xalos, chunki qalbingizda kelmaganligini bilib turib keldi. U yolg'onga tava, haqiqat majozga tava. U haqiqat, lekin majozga tava emas, yolg'onga tava u. Tamam. Isnotning ikkinchi turi majoz aqli. Majoz aqli deganimiz pil yoki pilning ma'nosida deganing bayatdan gap shu yana. Ya'ni mustad bo'laydigan jumladagi sifat xarakteridagi butun bilaklarni shuningga munosabatlik tarafga isnot qilish ta'villandigini o'zining asli sohibiga emas, balki shuning munosabatlik bir taraflarga, ya makoniga, ya zamoniga, ya bir vositaga isnot qilib qo'yamiz. Shuningga birimiz, lekin qalbimizda ma'lum ta'villandigini tushunchimizda bu buning emas, buning asli sohibi ma'u degan shaklda. Laysa ila ma huwa degani qanaqdir oshib pil yoki pilning ma'nosida narsalar haqiqatda oshunga oid narsalarga emasligini, asli o'zining sohibiga emas. U oid muslayga emas, balki shu muslayninki ma'lum munosabatlik, yo vaqt, yo u, yo bu har qanday bir sabab bilan bog'lanadigan ma'lum bog'lanchi suvoyaligi isnot qilib qo'yamiz. Men dedim-ku, o'stan oqdi desam, asli oqdi degan pilning asli oid bo'lgan sohibi muslaysi kim? Suv. Lekin suvga sotqanda o'stan nisbat qildik. O'stan suvning nimasi? Makani. O'stan suvning nimasi? Makani. Küllürünüz xuşal össün deydi. Hey, adamning küllürü xuşal ötemdi, adam xuşal ötemdi. Adam xuşal ötüdü. Xuşal össün degan sifat muslay asli kimning ketdi? Adamning ketdi. Asli sahibi ma'u. Lekin kunga, vaqtga sifatladik, vaqtga nisbat berdik. Chunki vaqt shu kun xuşal ötüdigan bir zarf, zaman o'g'achqa shu munosabatlarni berib qo'yamizlar. Masalan shunda. Mencha tushuninglar deb o'ylayman. Pilning xilma-xil munosabatli taraflari bo'lib, ya'ni pil paylik munosabatli qiladi, maf'ulun bih munosabatli qiladi, masdarga munosabatli qiladi, zamon, makon, sababga munosabatli qiladi. Pilni paylga, maf'ulun bih qisat qilish. Agar shuningga mabni o'zligini pilning asli qurilmasi shuningga qurilgan bo'lsa, pilni o'z maf'ulun bihiga, o'z fa'iliga qisat qilish bu haqiqat. Xuddi haqiqat aqlining darsida o'tgandek. Ammo pilni uni o'zi tayyorlamagan fa'ilning maf'ulun bihining g'ayriga ma'lum munosabat bilan isnot qilib qo'yish bu majoz bo'ladi. Masalan, buning qatoridan bir necha misolni ko'rib o'taylik biz majozning qatoridan. Aishatun radiya. Aishatun radiya. Qur'onda bu oyat tamamen bilamiz. Fa huwa fi aishatir radiya. Radiyani siz lug'at bilan tarjima qilsanglar, rozi bo'ladigan degan gap, rozi bo'ladigan turmush deydi. Rozi bo'ladigan nima turmush. Balkim bu bizning Uyg'ur tilimizda qo'llanilgan g'ayri arab tillarida qo'llaniladi. Rozi bo'ladigan turmush deb. Amaliyotda turmush rozilanadi, yo'q. Odam rozi bo'ladi. Lekin odam shu rozi bo'ladigan turmushqa rozi bo'lish degan narsani isbot qilgan. Xuddi bayatni degandek kunlaringiz xushal o'tsin degandek gapning aynisi shu. Kun xushal o'tmaydi, adam xushal o'tadi. Lekin xushal o'tsin degan gapni kunga, odamga emas, kunga isbot qilib qo'ydik. Bayatning aloqa tupayli. Ya'ni amaliyotda va Aisha turmush rozi bo'lmaydi asli. Faqat inson
Razı oldu, turmuşdan razı oldu ameliyette. Ana onda radiye asli failesi, igisi, edemdi. Lekin mef'ulun bihi qana islat qildi. Demek bir sifat, bir pil yoki har qanday bir musnad bo'lgan bir bilak o'zi tava bo'lgan bir yadin g'ariyaga islat qilingan bo'lsa, majaz. Failga tava etdi, mef'ul islat qilindi. Mef'ulga tava etdi, failga islat qilindi. Hammasi majaz. Biz deymiz ki, bu mecaz aqli var. Bunun alakası mef'uliyetlik alakı var. Asli radiyanın faili, igisi edem. Ama turmuşla nima alakası var edemden dese, şu turmuş, şu edemden nispeten mef'ulun fi. Zaman bulduğun bunda bir alakası var. Mef'uliyetlik alakası var. Çünkü radiyadaki damir turmuşqa qaydı, turmuşqa. Aslida o mef'ulun bihi. Mef'ul nima emas, fail. Çünkü edem turmuştin razı oldu. Edem turmuştin anlaganda edem fail turmuş mef'ulun bihti. Lekin pil yani radiya degan sifat pil ma'nosida kelgan bo'lak edemga islat qilinmay edemga mef'ullik nuqtasidan bog'lanadigan radiyaga qanaqa qilindi islat qilindi. Mana buni biz majaz aqli deymiz. Yana bir misol. Saylul mufham deb qo'yamiz. Tushib ketgan sel. Sel tushib ketibdi ya. Suv tushib ketibdi ya ma. Asli su tuşandı. Sel tuşandı, kelkün tuşandı. Ya, tuşuduğu nima? Muf'am degeni mef'ulun bi. Yani su toşquzduğan orunni ko'rsatdi. Lekin o orunga emas, toşquzuvchi suvga islat qilinib qo'ydi. Yani bu bir majazi aqli aloqasi failiylik. Chunki hozir muf'am islat qilingan seyillar asli islat qilishga tegishlilik orun. Mayli nima bo'lsin, o'stan olsun, daryo olsun, jilg'a olsun, aloqasi sel failiyetlik hususiyeti var, orunun mef'uliyetlik hususiyeti var. Muf'am mef'ul mecul olğaçqa mef'ulga mas qildigan bir musnad, lekin bu fail islat qilindi. Faillar aslidagi musnadlarning aloqasi del mef'uliyetlik aloqa. Chunki sel aslida fail mef'ulun bi emas. Shi'run shoir shir deydi. Asli shoirga adam va shir emas. Bu majazi aqli aloqasi emasdir. Chunki odamga islat qilinmay, masarga islat qilinib qo'ydi. Naharu saymun onun kündüzü rozlar dese edem degenin kündüzü rozlar olmaydı. Edem rozlar oldu lekin kündüzü tutudu. Majazi aqli alakası zamanlık alakası var. Çünkü kündüz rozluğun hakiki musliminki zamanı. Nahrun jarın bayatman degenim şu östen akıdı dese emeliyat östen akmaydı. Su akıdı. Östen akıcı sunun orni. Yani bu majazi aqli alakası makaniye. Benel emirul medinete dese emir şehrini kurup çıktı dese, emir şehri kurmaydı. Bir tal kesek kötəmeydi bu. Fakat buyruğu Allah meri var. Onu kuruydu Allah, asli kuruluşçular. Bu mecaz aqli alaqası sebep verip çünkü hizmetçiler şehrini kuruyduğun kişiler emir emez. Demek mao mecaz aqlinin misalları. Yani Mişedin belki okuyucumuz bir noktadan düşendi. Mecaz deyiş üçün, digicinin kallısqa aslidagi ma'no qarta bir tushuncha bo'lishi kerak. Shunga ta'rifatga qayta etib qarasanglar, majaz aqlining ta'rifatida bitavil deydigan bir gap bor. Bitavil ba'zi nusxalarda ta'avvul deb keltirilgan. Qanday bo'lsa bir tushuncha bor kallasida. Ma'u musnad, ma muslayning emas deydigan bir tushuncha bor. Agar shu tushuncha bo'lmay, ras oshna bo'lib qolsa haqiqat bo'ladi. İbayetning kafirninki o'xshash. Musulmon desa ma doğru payda qildi deb majaz, chunki uning kallasida buning qarta tushuncha bor. Ammo kafir desa, ya'ni mu'min emas odam desa, u haqiqat, chunki kallasida tushuncha yo'q, boshqa tushuncha. Shuni olib turdi, bizning majaz aqlining bayonidagi pilning ma'nosidagi bo'laklarni shuningga munosabatlik taraflarga isnot qilish, ta'vil bilan degan gapimizga kelsak, ta'vil bilan degan gapimiz jahilning gapidan yuqorida o'tgan gaplarni majazning qatoridan chiqaribdiki, albatta Rabiul Baqla degan gapni majaz emas u. Mana gapni tushunishqa sabab jahil aslo bu yerda ta'vilni o'ylamaydi. Tushuncha yo'q uni bakallasida. Faqat mashalada e'tiqod qiladi. Innama hakaza i'tiqadina mashalada e'tiqod qiladi u. Ammo mush gapning o'zi mu'mindan sodir bo'lsa, buningda ta'vil bo'ladi, buning kalom majaz. Chunki mu'min u gapga qarata kalom bir tushuncha bor uniki. Tushunchada hammashining sohibi Alloh, undirdig'ini Alloh, tirildirdig'ini Alloh, jannatlig'ini Alloh, ma'ul faqat sabab deb tushunib turib deydi uni. Shunlashqa bu yerdagi muhim masala ta'avvul bo'lg'achqa, ta'vil bo'lg'achqa, tushuncha bo'lg'achqa shu gapga qarata Sultan Abdining tuvandagi shirisi va
Ebu Necmi'nin tüvendeki şirsima mecazga hemlik kılınış kılınmaslıkı gel şu nimege tava nimege qarashliq ta'avvul ve ta'vilge qarashliq. Şunda oturdu şu sebepten tüpeyleden Sultan Abdül'ün tüvendeki sözü mecazga hemlik kılınmadı. Mişqa aşabas sagira ve afnal kabir karrul gadat ve marrul ashilisa. Kichik balni qertivetdi. Çoğlarını yok qilib etdi. Etdiganning tekrar o'tmagligi kashning kani. Buna esa magap qaramoqqa odamni qirtib jinni oladiganini vaqtqa etdigan kashning tekrar o'tashlarga isloh qilib qo'ydi. Biz bayat dedik, bunga o'xshagan gaplar mu'minning og'zidan chiqsa majaz, kofirning og'zidan chiqsa nima haqiqat dedik. Ana o'zi ma shoir mu'minmi, kofirmi desa, agar mushu shoir mu'minligi bilinmagan holatda lam yuhmal alal majaz. U degan naganni qilinmaydi, majazganni qilinmaydi. İlla ki asla qaranglar. Bilinsa, iza ulima bilinsa yoki gumon qilinsin deb mashinaning sahibi bu gapning zohirini iroda qilmadi, faqat fa iza arada zahir irada qilinma deganligi bilinsigini bu odamning mu'minligi bo'lib, bu faqat bir vaqt nuqtasini deb qo'yapti. Bu mu'min odamni qiyratadiganini o'ltiradiganini Alloh deb qaraydi deyilsa, andagi majazga hamla qildi. Ammo zohirini iroda qilib qolsa, fa iza arada zohir iroda qilib qolsa, fa huwa haqiqa la g'ayr haqiqatul ulum. Undan boshqa Ibn Najmning so'zi mayyaza anhu qunzu'an an qunzi'in Cezbul layali abti'i ev asri'i. O taşdın bir uçumni aqatıp etdi meyyeze. Nimişqa keçinin ötmegliki aldırğın yoki kichikkin asta yoki tiz degan holatda degan she'rda chashni aqatıp etdi degan fe'lni keçinin o'tishiga sotib qo'ydi. Buni o'xshashlar shoirisi zohirini iroda qildigan dinsiz o'qib qolsa haqiqat. Zahirni iroda qilmaydigan mu'min bo'lib qolsa majaz. Ma shoirchi desa, biz shoirning muzman gapini o'qimaymiz. Boshqa atrofdagi degan gaplarga qarab ayildi emasmi? Qarab baqsak, buni mu'min ekanligini o'qib qoldik. Yana bir shirisda bu gap majaz hamla qilindi. Uning mandin kinki bir degan gapini dalilanki afnahu qilullohi lish-shams utlu'i hatta idha waraka afiq farji'i degan bir shirisi bor. Aşını Allah'ın quyoshga chiqqin degini yo'q qilyapti. Ya'ni kun chiqib, quyosh chiqib almayda mashirdan Allah'ın quyoshga chiqqin deganligi degan gapni bu odamning mu'minligini o'qib oldi. Mu'minligimizni o'qigandan keyin Allah oldingi she'r mayyaza anhu qunzu'an an qunzindiki mayyaza anhu qunzu'an an qun. Hadagi bir dona anhu degan nima tushib qoptimi kitobning o'zida, lekin asli tekstda Bacıma şuna yazıp koyanlar. Meyyaze an qunzu degan she'rdagi isnotning majaz ekanligini biz astidagi gipiga qarab turib bu odamning mu'minligini uqqandan keyin andan keyin majazga hamla qila oladi deydi. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda to'xtab tursin. Bugungi darsimizni qayta xulosalasak, biz jumlaning xabarning qismlarini ibtidoiy talabiy inkoriy deb uchga bo'lgan. Bu muqtazoi zohirni balog'atning g'oliban hol taqozolarga qarab tuzgan qoidasi, ba'zida holning taqozosi bundan chiqishni taqozo qilsa chiqib, yana o'zimizning asl muddaosini ifodalasak bo'ladi. Undan boshqa biz isnotni ikkiga bo'ldik. Birisi haqiqat aqli, birisi nima majaz aqli. Majaz aqlining misollarini ko'rdik. Shuning bilan bugun to'xtaymiz. Qolgan davomini inshaalloh kelasi darsda davomlashtiramiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.